Mana dom, qarang. He bu aylanadimi? Aynan maket bu aylanadi, domni o'zi aylanmaydi. Maketmi bu? 5 qavatlik uy. Balkoni bor, lifti bor. Balkoni bilan lifti ham bor. Balkoni ham bormi? Ha, lifti ham bor 5 qavat. Lift ham bormi? Bor? Lifti ham bor. Bu qanaqa sirada? Mana bonuslar, chegirmalar bor sirada. Mana sirani u yoqqa oldim. Aksiyalarimiz oltmish oy muddatda foiz va peniyalarsiz beriladi. Birinchi kelgan 20 ta mijozimizga 0% lik xaridorlarimizga ham kvadrat metridan 1 milliondan chegirma qilamiz. Birinchi kelgan 20 ta mijozga kvadratiga 1 milliondan Sovg'alarga televizor beriladi. Ikkita konditsioner ham bor. Konteyner beriladi. konditsioner ham, sразу televizor ham beriladi. Yana bosh to'lovli umumiy onlayn taqdimotda aytamiz. Katta chegirmalarimiz bor. Bizani uylardan xonadon xarid qilganlar mijozlarimiz uchun Damas, yana uylar bepulga sovg'a qilishni reja qilganmiz. Bitta texnikalar. Askiya qilmayapsizmi? Askiya emasmi bu? Aksiya bo'lyapti, aksiyaga o'xshayapti. Aksiya. Yana kattaroq aksiyalar bormi? Birinchi kelgan 5 ta mijozimizga 100% to'laydigan odamlarni anaqasini qilib beramiz, sharoitini. 120 milliondan to'lanadi. Oylik to'lovi bir xonalik uyda aytadigan bo'lsam 650 ming so'mdan tushadi. Kelgan 100 kishi 120 million to'laydi. Aha. Oyiga 600. Bizda bu 650 ming ta repeat etadigan pul emas-a? Asosiy afzalligi 120 million to'lab xonadonni patkulich qilib, butun jihozlari bilan oshxona mebeli, televizor, xaladellik, spalni mebellari, umuman hamma jihozlari bilan biz o'zimiz yonimizdan qilib beramiz. 650 mingdan pul to'lab tayyor tapichka bilan kiradi uyga. Birinchi kelgan 5 ta. Biz kech qolmaymizmi? Shuni olib qolish kerak lekin. Birinchi kelgan 5 taga. Demak, borib shoshilinch borish kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. G'ijduvonliklar, shoshilinglar. Sizlar gaplashib turinglar, men. Yangi O'zbekiston G'ijduvon massiv. Gap bo'lishi mumkin emas. Aksiyalar G'ijduvoncha bomba. Aksiya bo'lsin dedik-da. BBS Holding, nurli kelajak sari.